hozir Yevropaning yo'llarida emasman. Mana shu toshli mana shu yo'lga o'zimizning Toshkent markazida joylashgan 1966-yildagi zilzilaga bag'ishlangan haykalni bilasizlar. Mana shu haykalli landshaftini juda chiroyli qiziq qilishgan ekan va bu landshaft juda aktual hozirgi kungacha. Bu ham o'sha eski landshaftlardan bittasi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana shu tosh bor-ku, juda eng arzonchi tosh. To есть xo'llarimizda ko'chada o'tgan dumaloq toshlar bor-ku, mana shu dumaloq toshlarni o'sha sindirib to'rtburchak holatga olib kelishgan. Mana bundan ko'ra granitdan ko'ra mana tosh umri ancha boqiyroq desa ham bo'ladi. 50 yil, 100 yil, 200 yil turib beradigan tosh emas. Mana bu yerdagi burchakkalar qilinganiga где-то bir 3 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi? Уже mana bundan ko'ra eskiroq ko'rinyapti. Bu tarafimizga granit qilishgan. Buni menimcha restavratsiya qilishim, nolni sal boshqacharoq edi ranglari. Ko'p etdan landshaftlar ishlatiladigan toshlar haqida mana shunaqaroq yondoshishimiz kerak. Mana shu eski qilingan narsa, lekin hozirgacha shu stili aktual bo'lib turibdi. Narsa ishlatayotganda vaqt turadi. Uzoqroq yil ishlashni, xizmat qilishni xohlasak, shundan foydalansak, maqsadga muvofiqroq. To'g'ri, mehnat sal sekinroq, sal qimmatroq chiqishi ham mumkin, lekin uncha-muncha remont talab qilmagan narsa.